Agar hech qaysi kondiler ko'z ostidagi qora doiralarni to'liq yashira olmasa, ehtimol siz asl sabab bilan emas, boshqa muammo bilan kurashayotgandirsiz. Bugun ko'z ostidagi qora doiralar va shishishlar nima sababdan paydo bo'lishi hamda ularga nimalar haqiqatdan ham yordam berishi haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, siz Comics.uz kanaldasiz. Avvalo shuni tushunish kerakki, ko'z ostidagi qora doiralar har doim ham bir xil sababga ega emas. Shu sababli bir xil vosita hamma uchun birdek mos kelmaydi. Birinchi sabab bu pigmentatsiya. Ba'zi odamlarda bu irsiy bo'lib, bolalikdan mavjud bo'ladi. Ammo pigmentatsiya vaqt o'tishi bilan quyosh nurlari, terini ishqalanishi yoki allergiya tufayli kuchayishi bilan ham bo'lishi mumkindir. Ikkinchi sabab esa ko'z ostidagi terining yupqalashidir. Yosh o'tishi bilan terimiz yupqalashib boradi va uning ko'zimizning ostidagi terilarimizda qon tomirlarimiz yaqqol ko'rinishni boshlaydi. Shuning uchun ko'z osti ko'kimtir, qizg'ish yoki jigarrang tus olishi mumkin. Buning sabablarini aniqlashimiz oddiy usuli bor. Shunchaki ko'z ostingizni ehtiyotkorlik bilan kichkinagina chimchalab ko'ring. Agar rangi o'zgarmasa, ehtimoliy sabab bu pigmentatsiyadir. Agar qorayish kamayib ko'rinsa, unda asosiy sabab qon tomirlaridir. Ko'pincha esa muammo bir vaqtning o'zida bir nechta omillardan iborat bo'ladi. Masalan, pigmentatsiya, yupqa teri va qon tomirlardir. Endi esa ko'z ostidagi shishishlar haqida gaplashamiz. Birinchi holat bu shishish. Uyqu yetishmasligi, sho'r ovqatlar, allergiya yoki organizmimizda suyuqlik ushlanib qolishi natijasida kelib chiqib paydo bo'lishi mumkindir. Aynan shunday shishishlarda kosmetika vositalari foyda berishi mumkindir. Ikkinchi holat esa yog'li churralar. Bunday vaziyatda esa hech qanday krem muammoni bartaraf eta olmaydi. Agar sabab pigmentatsiya bo'lsa, tarkibida niacinamidi bo'lgan mahsulotlarni tanlang. Masalan, Roundlab'dan Dr. Eye kremi deyarli barcha teri turiga juda ham mos keladi va mening kosmetikadagi eng sevimli mahsulotlarimdan biridir. Agar muammo shishishda bo'lsa, tarkibida antioksidantlar va koenzimlar mavjud bo'lgan mahsulotlarga e'tibor berganingiz ma'qul deb bilaman. Masalan, Medipil brendidan Peptid 9 li Dark Binom ampula eye patchini maslahat beraman. Ushbu mahsulot eng to'g'ri va yaxshi tanlov qilgan bo'lasiz. Agar teringiz yupqalashib va mayda ajinlar paydo bo'layotgan bo'lsa, unda siz kollagen ishlab chiqarilishini qo'llab-quvvatlaydigan peptidlar va retinolni yaxshi tanlov deb bilaman. Hozirgi vaqtda eng ommabop yangi mahsulotlardan biri bu Roundlab'da Camera lineykasini kollagen firmin peptid eye kremi yoki undan tashqari tarkibida retinol bo'lgan Beauty of Tucson brendidan eye serumi, bundan tarkibida retinol bor. Retinol mahsulotlaridan foydalanganingizda ko'z atrofingizga SPF'lardan foydalanishni unutib qo'ymang. Eng muhimidir. Chunki sababi ko'z atrofimiz terisi juda ham yupqa bo'ladi. Ular ham quyosh nurlaridan himoyaga muhtojdir. Eng muhimi shunda yodda tutingki, ko'z ostimizdagi qora doiralar har doim bitta muammo bo'lavermaydi. Turli xil sabablarning natijasi bo'lishi mumkindir. To'g'ri tanlangan parvarish terini butunlay holatini sezilarli darajada o'zgartirib, yaxshilab berishi mumkindir. Bugun gapirgan barcha niacinamidlar, kofeinlar va peptidlar va SPF'larni, barcha mahsulotlarni bizning Comics.uz saytimizdan topishingiz mumkin. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr!